Siz kompaniyamizdan 2 xil yo'l orqali daromad va foyda olishingiz mumkin. Ulardan birinchisi doimiy mijoz sifatida, ikkinchisi esa biznes hamkor sifatida. Doimiy mijoz sifatida foyda olish haqida sizga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Siz kompaniyani va mahsulotlarini yaxshi ko'rasiz va ulardan foydalanasiz va hatto bepul olishni xohlaysizmi? Unda bu xabar siz uchun. Siz Siberian Wellness kompaniyasidagi maxsus dastur bor. Bu siz uchun. Bu mijozlar uchun doimiylik klubi deb ataladi. Bu dasturda eksklyuziv qimmatbaho mahsulotlarni tekinga olish imkoniyati bor. Shuningdek, do'stingizni ham taklif qilsangiz, sizga pulli sertifikat beriladi. Bunaqa imkoniyat qayerda bor? Albatta, Siberian Wellnessda. Hammasi mijozlar uchun qulay va oddiy. Mijoz sifatida ro'yxatdan o'ting va mahsulotlardan bahramand bo'ling. Keshbek oling, aksiyalar, bonuslar va sertifikatlardan foydalaning. Mahsulotni xarid qilish hech qachon bunaqa foydali, oson va qulay bo'lmagan. Agar xohlasangiz, men sizga barchasini qadam-ba-qadam o'rgataman. Qanday ro'yxatdan tekinga o'tish, qanday aksiyalarda qatnashish, qanday bonuslardan foydalanish va do'stlarni taklifi uchun ham qo'shimcha imtiyozlar olish mumkinligini hammasini batafsil ko'rsataman. Agar sizga qiziq bo'lsa, shu video ostida kontaktlarim bor. Yozing va yo'l-yo'riqlar ko'rsataman. Siz ham mahsulotlarni bepul olish imkoniyatiga ega bo'lasiz.